Dunyodagi eng qattiq mashq qiladigan alohida qism askarlarini ko'z oldingizga keltiring. Ular lagerda turganda har kuni atdigan soat 5 da turadi. 10 kilometr yuguraydi. Tamoqni vaqtida yeydi. Nimishqa? Chunki u yerda ularni vaqirab uyg'otadigan komandir bor. Muhit ularni botir bo'lishga majburlaydi. Ammo eng cho'ng sinoq mashq maydonida emas. Balki shu askar uyga qaytib kelgan tunji haftada boshlanadi. Atrofda komandir yo'q, tur deydigan buyruqmi yo'q. Yumshoq karvat uni o'ziga tortib turadi. Ko'pincha odamlar shu birinchi haftada burunqi g'urun holatiga qaytib qoladi. Ramazonmi bizning ruhiy harbiy lagerimizdir. Bu bir oy muhit bizni yaxshi odam qilib ko'rsatdi. Ammo atihit biz lagerdan qaytamiz. Agar siz muhitning kuchini o'zingizning ichki sistemasiga, o'zingizning asosiy qonuniga aylantirolmasangiz, siz aran 3 kunda yana shu burunqi ojiz va g'urun odamga aylanib qolasiz. Assalomu alaykum izbosar qayrindishim. Bizning, ya'ni millatimizning eng cho'ng tarixiy va psixikalik kasalimiz turaqsizlikdir. Ma'lum bir mezgil bak qizib ketimiz. 5 iyul kelsa yoki Ramazondagi yig'ilishlarda hammamiz qahramon. Ondan 2 hafta o'tib normal kunlar kelganda shundoq tez sovib ketimizki, xuddi hech ish bo'lmagandek normal turmushimizga banit bo'lamiz. Bu xuddi o'lim girdobiga berib qolgan odamning turaqsiz yurak so'qishiga o'xshaydi. Biz o'tgan 4 haftalik japoliq darsimizda xuddi bir binoning ulini qazgandek 4 cho'ng turikni tikladik. Birinchi turi kimlik? Men qul emas, men bir izbosar. Ikkinchi jamoat. Biz chechilang'u to'p emas, bir sap. Uchinchi qobiliyat. Bizning qurolimiz bilim, iqtisod va sog'lom badan. To'rtinchi g'oya. Biz quruq shuarga emas, kuchlik davlatga ehtiyojliq. Agar biz buni faqat yaxshi darsgan deb kitobni yipib qo'ysak, hamma ajrimiz bekorga ketadi. Biz buni o'zimizning hayotlik dasturiga aylantirishimiz kerak. Har bir mustaqil davlatning mavjud bo'lib turishi uchun uning o'zgarmas bir asosiy qonuni bo'ladi. Davlatda prezidentlar, havorayi, xalqaro vaziyat o'zgaradi, ammo asosiy qonunning tub prinsiplari hargizmi o'zgarmaydi. Davlat shu sistemaga tayinib hayot kechiradi. Yoshlar, siz faqatla oddiy bir shaxs emas, siz qurilayotgan bir mikro davlatsiz. Şoňlaşqa sizningmi boshqalarga emas, faqat o'zingizga xos bo'lgan shaxsiy asosiy qonuningiz bo'lishi mutlaq shart. Bu sizga qachon asqatadi? Ramazon tugab, atdiganda uyg'onganingizda, kayfiyatingiz nachar bo'lgan kunlarda beshingizni qashlab, bugun nima qilsam bo'ladi deb ikkilanmaysiz. Chunki sizning asosiy qonuningizda allaqachon aniq va keskin qarorlar chiqarilib bo'lgan. Masalan, sizning shaxsiy asosiy qonuningiz mundaq yoziladi. Birinchi modda: men har kuni bomdoddan keyin qat'iy uxlamayman. Ikkinchi modda: men har oyda o'z kirimimning oz degandimi 5% ni millat uchun erkinlik bejiqib to'layman. Uchinchi modda: men kunda kam deganda 15 bet kitob o'qiyman va 30 minut chiniqaman. Esingizda bo'lsin. Bular qilib baqsaq bo'ladigan tanlash emas. Bu qonun. Qonunga xiloflik qilganda cho'qim jazo bo'ladi. Sizmi o'zingizga jazo bekiting? Agar siz hozir o'zingizga shundoq rahimsiz bo'lmasangiz, ati dushman sizga qilchilikmi rahim qilmaydi. Ey qadrlik izbosar qayrindishim, biz to'liq 28 kun birga bo'ldik. Men so'zladim, siz angladingiz. Ammo bugundan, mushu sekunddan boshlab bizning bu munosabatimiz o'zgaradi. Bugundan boshlab siz o'quvchi emas, siz maydonga tushadigan ijrochi va boshqalarni yetaklaydigan rahbarsiz. Bu 28 qismlik dars faqat mening kallamda yoki mushu sindili tursa dunyoni o'zgartirmaydi. Qachonki siz bularni yatlab emas, balki amaliy hayotga tatbiqlab, ondan atrofingizdagi 5 odamga bo'lsa-mu o'rgatganingizda, ondan bu oddiy so'zlar bir inqilobga, bir millatning uyg'onishiga aylanadi. Unutmang, bilimning o'zi kuch emas, faqat amaliyotga tatbiqlangan bilimlar haqiqiy kuchdir. Siz ata endi yolg'iz menishga boshlaysiz. Men sizning yoningizda har kuni so'zlab turolmayman, ammo siz aslo yolg'iz emassiz. Çünkü sizning yuragingizda 28 kunlik bir yo'ruqlik va o't bor. Bu yo'ruqlik toki biz g'alaba qilib, erkin vatanimizning osmoniga ko'k bayrog'imizni qadigan ashu buyuk kungacha mangu o'chmasligi kerak. Undaqda bugungi 28-topshiriq bizning eng oxirgi rasmiy vazifamiz. Bir betlik dastur. Bu sizning o'zingiz bilan, vijdoningiz bilan
va hammani ko'rib turg'ichi Alloh bilan tuzadigan mangulik to'xtamingizdir. Hozir qo'lingizga bir quruq oq qog'oz iling. Ustiga cho'ng harflar bilan izbosar palonchining shaxsiy hayotlik dasturi deb o'zingizning ismini yozing. Qog'ozga 4 haftalik yadroliq mazmunlarni qonun shaklida yozing. Birinchi kimlik, g'ururim nima? Ikkinchi odat, hargiz tark etmaydigan 3 kichik odatim nima? Üçüncü, qurbonlik, har oyda zodi nimaga bosh to'layman? To'rtinchi, g'oya. 2050-yili vatanimda qaysi o'rinda bo'laman? Qog'ozning ostiga bugungi chisla, vaqtni yozib, o'z qo'lingiz bilan g'ururli holda imzo qo'ying. Bu qog'ozni har kuni atiganda ko'zingiz chiliqadigan tomga mahkam choplang. Bu xarita sizning mushu qorong'u davrdagi birdan-bir yo'l xaritangiz. Hayatınızda boran chiqqanda, muhit sizni yiqitganda, o'rningizdan turib, faqatla mushu xaritaga, mushu qasamga qarang va yo'lingizni qaytadan tepib, davomliq ming. Ata 29-qism hitliq va mukofot. Ata biz ig'ir vazifa va azob bilan emas, balki g'alaba va xushallik ichida yuz ko'rishimiz. Ata yangi bir inson sifatida, yangi bir safarga chiqish kunidir. Men sizga va'da qilgan bir sovg'ini berman. Tayyorlik qiling izbosar. Siz əmdi ilgirki o aciz adam emas. Allah'a emanet.